Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitoy Amerika bilan Tayvanning savdo kelishimiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Amerika Tayvan 21 asr savdo tashabbusining birinchi bosqichlik kelishimini yo'lga qo'yish qonun loyihasini imzolaganligiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 10 avgust mazkur qonun loyihasi haqida bir muxbirning Amerika prezidenti Bayden Amerika Tayvan 21 asr savdo tashabbusining birinchi bosqichlik kelishimini yo'lga qo'yish qonun loyihasini imzolab qonunga aylantirdi. Xitoy buningga qanday baho beradi degan savoliga javob berib, Xitoy rejimining Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning Tayvan rayoni bilan har qanday shakldagi hukumat aloqasi qilishiga qat'iy qarshi turadiganligini, Amerikaning qilmishi bir Xitoy prinsipi va Xitoy-Amerika 3 qo'shma axborotidagi belgilamaga xilof ekanligini, bu Tayvan mustaqillik bo'lgunchi kuchlarga xato signal beradiganligini bildirib, har doimgidek chalva qilgan. Bayonotchi yana Amerikani darhol boshqacha yo'l tutib imzolangan qonun loyihasini amaldan qoldirishga da'vat qilamiz deb bildirgan. Belarusiyada o'tkazilgan boks musobaqasida Uyg'ur mohirining natijasi ko'rinarli bo'ldi. Belarusiyada o'tkazilgan boks musobaqasida Qirg'izistonlik Uyg'ur boks mohiri Muhammad Aziz Zakirovning natijasi ko'rinarli bo'lib, arqa-arqadan Turkmanistonlik mohir bilan Belarusiyalik boks mohirini yengib, hal qilg'uch musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishgan. Mazkur musobaqa 7 avgust boshlangan bo'lib, Uyg'ur boks mohiri Muhammad Aziz Zakirov 8 avgust o'tkazilgan 80 kilogramliklar darajasi bo'yicha tanlash musobaqasida oldi bilan Turkmanistonlik boks mohirini yarim maydonda bo'ysundirib, alohida ustunlik bilan yarim hal qilg'uch musobaqaga kirish salohiyatiga erishgan. U 9 avgust Belarusiyalik boks mohiri bilan maydonga tushgan bo'lib, musobaqada raqibini yengib, shu turdagi hal qilg'uch musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishgan. Uyg'ur boks mohiri Muhammad Aziz Zakirov Qirg'iziston Jumhuriyati milliy yoshlar komandasining a'zosi bo'lib, 80 kilogramliklar darajasi bo'yicha boks musobaqalariga qatnashib kelayotgan boks mohiri. U yaqindan beri Qirg'iziston, O'zbekiston, hatto O'rta Osiyo bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarda arqa-arqadan chempion bo'lib, shonliq natijalarni qo'lga keltirgan. Yangi Zelandiya Xitoyni josuslik bilan aybladi. Yangi Zelandiya istixborot idorasi bexatarlik tahdidi doklati e'lon qilib, Xitoyning josuslik harakatini aybladi. Amerika ovozining 11 avgust xabar qilishicha, Yangi Zelandiya istixborot idorasi 11 avgust bexatarlik tahdidi to'g'risida yillik doklat e'lon qilib, Xitoyni josuslik qilish va sirtdan Yangi Zelandiyaning ichki ishlariga aralashganligini ayblagan. Fransiya xalqaro radiosining xabariga qaraganda, Yangi Zelandiyaning mazkur bexatarlik tahdidi doklatini tunji qatim xalqaroga e'lon qilishi bo'lib, doklatda Xitoyning ochiq ayblanishi, Yangi Zelandiyaning eng chong savdo hamrohi Xitoyni norozi qildigan so'zlarning ochiq tilga ilinishi diqqat qo'zg'agan. Bildirilishicha, Yangi Zelandiya Amerika, Kanada, Angliya va Avstraliyaning qo'shilishi bilan qurilgan 5 ko'z ittifoqining a'zosi bo'lib, ammo ilgari Xitoyga qarata yumshoq pozitsiya tutganligi uchun tanqid qilingan. Yangi Zelandiya yaqinqi mezgillarda Xitoyning tahdididan ko'p qatim ogohlantirilgan bo'lib, oldingi hafta e'lon qilingan davlat bexatarlik strategiyasi doklatida Xitoyni navbatdagi xalqaro qoida tuzumlarga tahdid deb atagan hamda harbiy kuchni Hind-Tinch okean rayoniga texmo kengaytirish iqtidoriga ega ekanligi bayon qilingan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Yangi Zelandiya Xitoyning Yangi Zelandiya va Tinch okeandagi istixborot faoliyatlaridan tafsiliy xabardor ekanligini, bu Yangi Zelandiya uchun intayin murakkab istixborot andisi ekanligini aytgan va Yangi Zelandiyaning necha 10 yilga qaraganda texmo xirisqa va oldin faraz qilishga bo'lmaydigan xatarga yo'liqqanligini bildirgan. Yangi Zelandiya istixborot idorasining boshlig'i Andrew Hampton navbatda davlatlar o'rtasidagi raqobat texmo kaskinlashib, bir qism davlatlar josuslik va sirtdan aralashish qatorliq og'dirmachilik va aldamchilik vositalari orqali Yangi Zelandiyaning manfaatiga ziyon yetkazmoqda degan. Tashkilotlar birligi hay'atining Malayziya ziyorati davom qilmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi hay'atining Malayziyada Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun boshlagan ziyorati davomlashmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon va birlikning bosh kotibi Abdurashid Aminhoji 11 avgust Malayziyada qurilgan Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkilotining boshqarish hay'ati yig'inini ochdi.
Hay'at 11 avgust yana Malayziya Müslüman Yoshlar Tashkiloti ABIM Yer shari tinchlik elchisi tashkilotining boshqaruvchi a'zolarini ziyorat qildi. Bu jarayonda ular bilan oldingi yili qurilgan Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkilotining idora hay'at yig'inini ochdi. Yig'inda oldi bilan navbatdagi Sharq Turkistonning vaziyat ahvolini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qirg'in qilish jinoiy qilmishlarini tunishtirdi. Orqadan xalqarodagi Sharq Turkiston davosining navbatdagi ahvolini muzokara qildi. Undan boshqa yig'ilishda yana plandagi Malayziya va Osiyo Tinch okean davlatlarida qilmoqchi bo'lgan faoliyatlarni muzokara qildi. Xi'anda yuz bergan kelkunda 16 Xitoy yo'qolib ketdi. Xitoyning Xi'anda tuyuqsiz kelkun afati bo'lib, 2 Xitoy o'lib, 16 Xitoy yo'qolib ketgan. Xitoy meteorologiya idorasining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Xi'an shahri qisqa muddatlik qattiq yomg'irning ta'siriga uchragan bo'lib, tuyuqsiz yoqqan yomg'ir 11 avgust shu joy vaqti soat 18 atrofida Xi'an Chang'an rayoni Luanjin ko'chasi Veziping yezisining Jiwozi guruhida tuyuqsiz kelkunga aylangan. Kelkunda shakllangan axlat va loy iqimi kishilarni eqitib ketgan. Xitoy rejimining bildirishicha, navbatda mazkur rayonda 2 uy o'rilib ketib, yo'l ko'riklari buzilgan. Tok bilan ta'minlash qatorliq ul aslahalari butunlay vayron bo'lgan. Shundaqli kelkunda 2 Xitoy o'lgandan boshqa 16 Xitoy yo'qolib ketgan. Navbatda kelkun afati yuz bergan rayonlardagi kishilarning Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan noroziligi texichi besiqmagan bo'lib, 7-oyning oxiridagi qattiq kelkunda Xitoy rejimining Beyjingni qo'g'dash uchun Beyjingning atrofidagi rayonlarni qasddan suvga g'arq qilganligi haqidagi xabarlar, shundaqli Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining o'z xalqini tashlab qo'yib, bedayxoda ta'til qilishining oshkorlanib qilishi bilan boshlangan g'ulg'ula texmo kuchaymoqda. Ukrainada 37 kent majburiy tarqoqlashtirildi. Ukrainaning Kharkiv rayoniga joylashgan Kopyansik nahiyasiga qarashli 37 kent majburiy tarqoqlashtirildi. Ukraina taratqullarining xabarlariga qaraganda, Kopyansik nahiyalik harbiy ishlar idorasining boshlig'i Andrey Kanashevich mazkur nahiyadagi kentlarni tarqoqlashtirish to'g'risidagi qarornomani imzolagan. Qarornomaga asosan Kopyansik nahiyasiga qarashli 37 aholilar o'ltiraq rayonlari majburiy tarqoqlashtirildi ekan. Xabarlarda deyilishicha, Ukrainada shiddatli to'qinishlarga sahna bo'layotgan Kopyansik yo'nalishida Rossiyaning hujumlari davomlashmoqda ekan. Ukraina bosh shtabining bildirishicha, yaqinqi 24 soat ichida Ukraina qismlari Kopyansik yo'nalishida Sinkivka va Ivanivki o'ltiraq rayonlarida Rossiya qismlariga qaytirma zarba bergan. Yana bir tarafdan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiyaning Zaporizhya shahriga qilgan eng yangi hujumida bir kishining qazo qilganligini bildirdi. Zelenskiy o'zining Telegram kanalidagi adresida uchur ham baharlab, Rossiyaning Ukrainaning Zaporizhya shahriga har kuni hujum qilayotganligini, Rossiya armiyasining tunugimi Zaporizhyaga hujum qilganligini bildirdi. Zelenskiy uchurida hujum natijasida fuqarolar o'ltirayotgan bir binoda o't afati yuz berdi. Bir odam hayotidan ayrildi. Yana yaralanganlarmi bor. Munosabatlik mulozimat xodimlari naq maydondagi zarur xizmatlarni davomlashtirib, kishilarni qutuldirmoqda. Tajovuzchilarni yo'qotayotgan har bir askarimiz Ukraina uchun adolat va o'ch elishni yaqinlashtiradi. Ukraina puttirab turadi. Rus terrorining mag'lubiyati muqarrar degan iboralarga o'rin berdi. Ukraina ichki ishlar ministri Igor Kelimenko hujumda bir ayolning qazo qilganligini, birining ahvoli og'ir bo'lib, jami 9 kishining yaralanganligini uqtirdi. Ukraina seshanba kuni Rossiyaning Zaporizhya shahriga hujum qilganligini, hujumda 3 kishining qazo qilganligini, 9 kishining yaralanganligini e'lon qilgan edi. Abdulhamidxon burg'ulash paraxoti faoliyat boshlaydi. Dengizlardagi tabiiy gaz qidirib tekshirish va burg'ulash flotining eng kuchli a'zosi Abdulhamidxon burg'ulash paraxoti Oqsaki 1-neft quduqida burg'ulash faoliyatini boshlaydi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya neft shirkatining bu haqda e'lon qilgan bayonotida energiya flotimizning eng kuchli a'zosi Abdulhamidxon burg'ulash paraxoti Oq dengizdagi yangi nishoni Oqsaki 1-neft quduqida burg'ulash faoliyatini boshlaydi deyildi. Mavi vatandagi tabiiy gaz qidirib tekshirish faoliyatlari uzluksiz davomlashmoqda. Yaqinqi yillarda Turkiyaning energiya flotiga saplangan burg'ulash paraxotlarining ichidagi eng kuchli bo'lgan Abdulhamidxon burg'ulash paraxoti Oq dengizda ilgari yo'liklar 1 va tosh uchi 1-neft quduqlarida burg'ulash faoliyatlarini elib borgan edi.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizda ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.